Assalomu alaykum. Bizga Qozog'istondan yaxshi bo'lib ketgan bemorimiz yana bitta o'zlarini tanishlarini olib kelganlar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qozog'istonning qayerdansiz? Almaty. Almatydan kelganlar. Necha millimetr edi grija? 5 millimetr, 3 millimetr eki grija. Og'riq qayerda edi? Og'ir 10 oyog'ima beriladi. Oyog'im Tortardi. Dальше nerv qisilgan. Xo'p, bu 3-kursingiz. Ya, 3-kurs. 2-kursda qanday o'zgarish yaxshimi? Oyog'im sezmaydi edim, hozir normal, yaxshi bo'ladi shukr. O'sha 4 kilometr yurishlar bari yaxshimi? Ya, tantini 2 kilometr, kechda 2 kilometr и упражнениялар. Mana hammasini hozir qilyaptilar. Yurishlar hammasi yaxshi. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Moli jarayonlarni ko'ramiz. Necha foiz yaxshi? Necha foiz? 80. 80% yaxshi ekan. Demak, grejaylar o'z pastdagi nomerga murojaat qilib, layklarni bosib qo'ysanglar, moli jarayonlari ketdik. Ayollarimizni qizdirish jarayonlari demak tugadi. Hozir bular osish jarayonlarini o'zingizlar birin-ketin ko'rishingiz mumkin va oxirida aynan bizlar Qozog'istonlik bemorimiz yana bir barmoqlari og'ridimi yo'qmi hammasini gapirib beradilar. Qolgan bemorlarimiz bo'lsa, birinchi marotaba kelishlari, o'zgarish bo'lgandan keyin ularni ham chiqaramiz. Ketdik, muolajalarni boshlaymiz. Ko'tarildik, demak bismillah, Alloh shifosini bersin. Ketdi. 1 2 3 4 4 zarba cho'tki bo'ldi. Demak, ayollarimiz 3 ta emas 4 ta zarbaga chidashyapti. Erkaklar 5-10 talab bemalol turaveradi. Keyingi bemorimizni olsangiz, grejaylar bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilasizlar. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Cho'tkimi? Cho'tki. Gap yo'q, kirib yotib olaverasiz. Ancha yengil ekanlar, yotoq joy, ovqat hammasi ichida. Kelib davolaverasiz. Bo'sh qo'yasiz. Oh. Demak do'stlar, oyoqlarini bog'lab oylashadi. Men qo'llarni tortaman. Bu yoqda ikkita bemorimizni osib bo'ldik. Bittasi qo'yinglar, meni olmanglar dedilar. Xo'p dedik. Yana bitta bemor qizdirishga kirdilar. Demak do'stlar, bugun 4 ta ayol kishi, 7 ta erkak kishi bemorlarimiz bor. Navbatga yozilib kelishadi. Sizlar ham shunaqa navbatga yozilish uchun pastda nomer qoldiryapman. Yozilib bemalol kelib muolaja olib ketsanglar bo'ladi. Hozir endi ayollarimizni muolajasi tugagandan keyin erkak bemorlarimizni primoy efir qilib, yana ularni sizlarga taqdim qilamiz. Demak, mana shunaqa ketdi osilamiz. Konveyr tarzida bitta odam chiqadi, o'rniga bitta odam kiradi, shunaqa muolaja qilaveramiz. Keling. Bismillah. Alloh shifosini bersin. 1 2 3 4 5 ta uraveraymi? 1 2 3 4 5 6. Malades. Opamga sifatli 6 ta zarba berdik. Oldin kelganlar uchun ancha yaxshilar. Hozir o'zlari aytadi. Mana muolajamiz o'z yakuniga yetdi. Barmoq yaxshimi, barmoq? Oyog'im yaxshi. Yaxshimi? Osilganda og'rimaydimi? Yo'q, og'rimaydi. Og'rimaydi, bemalol shu pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Kelinglar, shunaqa 5-6 millimetrlardan tuzalib 80% yaxshi bo'lib ketinglar. Tavsiya qilasizmi? Masih tavsiya berasizmi? Odamlarga kesinmi? Reklama. Yaxshi, bari qo'ydagiday. Keyin bir qo'rqmangizlar, emganingizlar. Problema yo'qmi? Problema yo'q. Yo'q, problema yo'q. Gap yo'q. Xonaga kirib yotib olaverasiz. Sog' bo'ling.